Assalomu alaykum, hurmatli bo'libosar ishqibozlari. Mana bu yilgi chempionatimizdan ham xudo xolasa mana yakuniga yetib keldi, finalnisiga. Yaqinda finalni bo'ylab bo'ladi. Pol final. Final. 72 pol final. Final o'sha finalni bo'ylab qoldi. Yaqinlashib qoldi. O'sha taqdirlash marosimiga tayyorlanamiz. Mana prizlar, chempionlarning prizlarini tayyorlab qo'ydik. Birinchi o'ringa mana elektroskuterlarimiz bor. 5 ta mana 5 ta VSV kategoriyaga 5 ta elektroskuter olganmiz. Ikkinchi o'ringa televizor olganmiz mana. Uchinchi o'ringa medal diplomlarimiz bor. Mana bu yil asobiy chempionat Yevroziya bo'lganidan keyin chempionlik mamlakat kamarlarini yasatganmiz. Chempionlik tasmalar mana bo'ribosarlarimizga O'zbek bo'ribosari jamiyatini logotiplari tushirilgan mana spetsialniy tasmalar qildi. Birinchi o'ringa chempionlarga. Keyin kubok medallar hammasi birinchi o'ringa. Bu yil chempionatimizda boshida Открытый ochiq O'zbekiston chempionati deb nomlagan edik. Открытый chempionat O'zbekiston deb. O'zbekistondan birinchi turda O'zbekiston chempionati qildi. Ikkinchi turdan qo'shni davlatdan mehmonlar qatnashishdi. Shuning uchun shunaqa taklif bo'ldiki, chempionat Yevroaziyaga o'zgartirish bo'yicha, chunki Tojikistondan keldi, Qirg'izistondan keldi, Turkmanistondan keldi mehmonlar, Rossiyadan kuchuvlar qatnashdi, Kavkazdan qatnashdi kuchuvlar. O'shaning uchun chempionat Yevroaziya deb chempionatimizning nomini o'zgartirdi. Chempionatimizning boshida 120 dan oshiq yurtlar qatnashdi. Mana hozir oxiriga kelib 5 ta chempion aniqlanyapti. 5 ta VSV kategoriya bo'yicha 120 ta itdan 5 ta birinchi o'rin, 5 ta ikkinchi o'rin, 5 ta uchinchi o'rin. Bu chempionatimizning O'zbek bo'ribosari jamiyati bilan birgalikda mana litsenziyalar bor. O'zbek bo'ribosari jamiyatinigina O'zbek bo'ribosari jamiyati bilan birgalikda chempionatimizni tashkillashtirdi. Bu chempionatni tashkillashtirishdan maqsad O'zbek bo'ribosari zotini saqlash, zotdagi ilg'or vakillarni aniqlash. Sun'iy tanlov bilan. Sun'iy tanlov degani bu, misol uchun chempionatda qatnashayotgan kuchuvlarning hammasini ekspertlarimiz har bitta kuchuvni, mana qatnashayotgan kuchuvni ekspertlar har xil anaqalardan o'tkazib, gibridlar aralashmagan, toza o'zimizning bo'ribosarlar qatnashgan. Birinchi anaqasi sun'iy tanlovi shundan iborat. Keyingi tur o'sha test sinovlari. Test sinovlarda o'sha bo'ribosarlar bir-biriga qo'yiladi. O'sha anaqasi ishlov qobiliyati, boyovoy kачество deydi. O'sha hammasidan o'tgani mana finalga yetib keldi. Xudo xolasa mana 5 ta VSV kategoriyadan 5 ta chempionimiz aniqlanadi. Mana bu yerda afishani qildirganmiz, mana Muzaffar akamni ruxsatlarsiz nomimizni qildirdim. Mana shuni mana главный sponsor Pitomnik Pirat Muzaffar akam. Muzaffar akamga ming rahmat, shunchalik organizatorlarga yordam berib, mana bu yerda o'zlari ham organizatorlar, ham sponsorlar, mana shu prizlarni hammasini olishda Muzaffar akam katta yordam berdilar. Muzaffar akam sponsorlik qildilar. Shuning uchun men o'rtaga bulardan ruxsat so'ramasdan afishani chiqarganimda главный sponsor chempionati Yevroziyada Pitomnik Pirat logotiplarini qo'ydirdim. Endi urushmaysiz Muzaffar aka. Tayinlab qildirdik. Keyin mana bu yerda chempionat Yevroziya 2024-2025 endi hamma kuchlar sig'madi. 120 dan oshiq kuch qatnashdi bu yil bizda. Sig'ganini 80% ni mana har bittasini mana qatnashgan kuchlarni rasmlari bilan chiqib kelgan. Endi bu chempionat kuni arenaga mash'al anaqani qo'yamiz. Ko'rib olishadi o'zligiz. Har bitta qatnashgan kuchuni yozuvlari bilan egasi qaysi pitomlikdan qatnashgani har bittasini qilganmiz. Endi 80% sig'di, qolganini sig'dira olmadi. Hech kim tanlab qo'ymadi. Tanlab qo'yilgani yo'q, tag'in mabodo. Bu ta'min mabodo hech kim ko'ylak emas, kimni kuch qo'ygan bo'lsa, final kuni tanlash mana shu kompyuter shuni o'zi qilgan narsa. Ha, kompyuterda qo'ydi, rasmlarni sig'maganini o'zi oldirib tashladi. O'shaning uchun bor, mana misol uchun bu yerda 80% rasmda bor. Mana qo'shni davlatlardan shular qatnashgan, ularniki ham bor rasmlari, mana bayroqlarni qo'yib anaqalarni chiqartirdi. Xudo xolasa, yana ozgina vaqt qoldi, final taqdirlaymiz, uni taqdirlash marosimi asobiy bo'ladi. Xudo biladi. Chempion. Hozir bizda ikkita VSV kategoriya bo'yicha chempionimiz aniqlangan. 54 super lегкий вес bo'yicha, 54 kilo vazn bo'yicha
chempion aniq bo'lgan. 66'dan. 66 da aniq bo'lgan chempionimiz. 60 kiloda, 72 kiloda, super tiyajda chempionimiz hali aniq bo'lmadi. Finalda xudo xolisa aniq bo'ladi. Yaqin kunlarda final bo'ladi. Hammasini o'pshi keyin taqdirlaymiz. Bitta qilib taqdirlab, mana shu sovg'alarni, o'sha chempionlarga atalgan sovg'alar, mana kubok, medal, tasmalarni, imam elektr skuterlarni hammasini egasiga topshiramiz. Televizorlar ikkinchi o'rin olganlarga ham o'zimizning maxsus sovg'alarimiz bor. Uchinchi o'ringa ham bor badarkalarimiz. Rahmatli Davron, Alloh rahmat qilsin. O'tmasdan oldin mana shu kubiklarni olib padarka qilib ketgan ekan, ukamizga Baxtiyorga berib ketgan ekan. Alloh rahmat qilsin, Alloh rozi bo'lsin. Insonni Allohim sabri o'ziga yetkazsin. Davron rahmatli, mana o'tib ketishdan oldin ham shularni tayyorlab Baxtiyorga Shurasidan Davron rahmatli olib qo'ygan ekan. Alloh rozi bo'lsin. tayyorlab ana qilib ketgan ekan. Chempionatimiz zo'r o'tadigan umiddamiz. To'g'ri, halollik bilan birovni yutqizib yutish uchun o'ynamadik. Zo'rlik uchun o'ynadik. Kimning kuchi zo'r bo'lsa, chempion bo'lsa omadini bersin. Hech kimga g'arazligimiz, marazligimiz yo'q. Zo'rini omadini bersin. Har doim zo'rlik yutsa, zo'rlar bolalarni oilasi, zo'rlar bolalarni boqaylik. Rahmat hammaga rozi bo'ling. Mana 54 kilo vaznda chempionimiz aniqlangan. Mana Pitomnik piratga qarashli kuchi simba mana chempionimiz shu yerda mana hozir olib chiqishdi. Mana mashinamiz Shuni 54 kilo super left bo'yicha chempion bo'ldi.